Shunaqa noodatiy, mazasi voshim shokolad shirinlik. Kerakmi azizlarim? Birga pishiramiz. Ketdik. Uning uchun bizga 2 stakan любой sok. Qoshiq shakar, 2 qoshiq kukuruzni kraxmal. Yaxshilab aralashtiramiz. Endi buni olovga qo'ydik. Sekin qo'yilguncha ozgina aralashtirib qo'yiladigan massagacha olib kelamiz. Mana siropim quyildi. Endi buni o'chiramiz-da, pilalarga quyib chiqamiz. Endi ikkinchi qatorni qilamiz. 2 stakan sutga yarim stakan shakar, 2 qoshiq kukuruzni kraxmal, как раз 2 qoshiq chiqar ekan. 2 qoshiq un. Aralashtiramiz. Yana olovga qo'yib, aralashtirib turamiz quyilgunicha. Pilechalarga quyib oldik. Endi buni холодильникка обязательно 1 soatlarga qo'yib olamiz. Shirinligim tayyor. Xohlasanglar kokosli strushkaga qilsanglar bo'ladi, xohlasanglar o'zi ham shunaqa chiroyli. Bismillahirrohmanirrohim. В общем, shunaqa mazasi zo'r. Voy, неописуемо. Umuman kokosli strushkaga qilmasa ham вообще zo'rman bu. В общем, yeb to'ymaysan. Вообще dahshat bomba. Hammalarga tavsiya qilaman. Oson, arzon, juda ham mazali osh bo'lsin.